Mana faqat 2 minut vaqtingizni chiqarsangiz lan mana duyat qilgan nechta o'xshagan so'lsayning darsiga yo'llab o'tdim. O'ydim qilib yalaysiz, karamat o'xshab ketdi lekin mana yana bir ko'rsatdim. Mana gazep o'xshagan chiroyli ekan mana hamsa boshlab ketdi. Yaxshimisilar ko'pchilik men sizlarni totkash qilsam, Esenjovsdan bo'lma. Bugun sizlarga men duyat bir lansaylik keldim. Akitalik materiallar az miqdor duya ma'ni men oldin pishirib oldim, pishik duya bu mana. Rangidim qalab qo'yildi. Uniki endi 3 tal samsak, 2 tal shomijo laza. Hangisidan bir azroq Şansay. Uniki endi men piyazga ejishni yoqtirgan kazra ketib qo'ydim. Sizlar turib qolsanglar ketib qo'ysanglar bo'ldi. Uniki endi men yig'laza. Mana darsligini yo'llab o'tdim. Ko'rib ugnib qilib olsanglar bo'ldi. Hamsa boshlab ketdilar. Biz boshda o'xshashmas samsakni Raus izvitimiz Manda qilib o'tsak mana tam chiqib taqinmak eshitib keldi Nima samsak. Men yeyishni yoqtirgan qashqashim bir tallam soldim Mana shu mijolarza. Bundan shu 2 tal Mana shu mijolarni soldik. Uniki endi piyoz piyozni sir to'g'rab. Mes piyozning qon besimg'amish urug'lashga bir foydasi bor edi, shuni ketib yeb qo'ysanglar bo'ldi deb o'ylayman mana. Mana piyozdan az miqdorda. Uniki endi az miqdor shansay shansayni soldik. Endi bizning machqaga yog' lozim tugmasa, men lansay qilganda amal bo'lmish shu yig'injiqroq lozim azroq qilsanglar rangi chiroyli chiqadi, taqinbek yeyish chiqadi yog' lozim. Yog' lozim soldik. Hemen achchiq suvdan 1,5 cho'mich mana. 1 cho'mich. Ama 1,5 cho'mich. Uniki endi tuz. Tuzda yarim qoshiq, vejangdan 1 ne, jejangdan 1 ne, shakari 2 ne. 1, 2. Uniki endi shangyoda az miqdorda muzlik chiqish uchun shangyo solib o'tdik. Endi buni raus bir aralashtirib o'tdik avval. Halan mana rangim o'zgarib bo'ldi hozir mana. Mana Rengi o'zgarib bo'ldi. Endi buning az miqdor xasin qatib o'tsak taqinmak yeyish chiqdi mana. Hamma ishda xasin qatib yeyish kamroq so'lsa ekan. Ham yeyishlik ham chiroyli chiqdi. Mana endi soldik. Endi yengil aralashtiramiz mana. Misho vaqtinglar chiqib qolsa, mening boshqa zo'pinglarimni ko'rib qolsanglarmi? Nurg'un saylarning darsliklik va shuni ko'rib ugnib qilib olsanglar bo'ldi. Netchinglar misho hamma yo'llab qo'ygan sayni yana qaytadan qipiring deb piyon qoldirib qo'ygansizlar. Avvalda kirib deb piyon yetib bo'lmay qolib qolsa, yana qal seni ugenga o'nlab qolsa, shuni desanglar men shuni qilib qo'ysam bo'ldi. Mana rangim shunda chiroyli. Misho necha kunning yoqqa biz kuchada misho 5 yil xuraz deb bir komandasidan birini qo'ygan. Misho kuchalik misho turdashlar kirib o'tgan bo'lsanglar, bilasizlar. Bugun hal qiliq kuni bir qo'llab qo'yinglar, bir ko'cha joyi deb bir piyonchi gezib qo'yinglar, bir kuchadan kirib o'tgan bo'lsanglar. Yana o'xshagan tamoq yedirlar bizning Shingonlik uchun 5 yil xuraz kelsanglar bo'ldi. Men qilamcha, hammaga rahmat. Mana so'q saymoq o'xshab ketdi lekin. Men qilamcha, direksiyon kirishadi.